Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 204-guruh talabasi Musulmonova Nozaninman. Pedagogik kasbga kirish fandan bizning bugungi mavzuyimiz o'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan professional talablar. Bu mavzuni biz 3 ta reja bo'yicha ko'rib o'tamiz. Bunda birinchi rejamiz o'qituvchidan talab qilinadigan burch va mas'uliyatlar. Ikkinchisi o'qituvchi tarbiyachi sifatida bilishi kerak bo'lgan talablar. Uchinchisi o'qituvchining kasbiy mahorati, mazmun va mohiyati hisoblanadi. 21-asrga kelib o'qituvchining vazifasi yanada takomillashib kelmoqda. Ushbu nuqtai nazardan hozirgi kunda o'qituvchidan quyidagi burch va mas'uliyatlar talab qilinadi. Birinchisi, o'qituvchi eng avvalo mas'uliyatni his qila olishi kerak. Ikkinchisi esa o'qituvchi tabiatdan bolalarni seva olishi lozim hisoblanadi. Uchinchisi, jamiyat ijtimoiy hayotida ro'y berayotgan o'zgarishlardan xabardor bo'lishi va bu borada o'quvchilarga asosli ma'lumot bera olishi. To'rtinchisi, ilm, fan va axborot kommunikatsion texnologiyalari yangiliklari va yutuqlaridan xabardor bo'lishi. Beshinchisi, o'z mutaxassisligi bo'yicha chuqur va puxta bilimga ega bo'lishi. Oltinchisi, pedagogika va psixologiya fanlarining asoslarini puxta bilishi. Yettinchisi, pedagogik faoliyatda ta'lim va tarbiyaning eng samarali metodlaridan foydalanishi. Sakkizinchisi esa ijodkor va tashabbuskor bo'lishi. To'qqizinchisi, nutq madaniyatiga ega bo'lishi. 11-si kiyinish madaniyati o'ziga xos bo'lishi. 11-si mulohazali bo'lishi hisoblanadi. Hozirgi sharoitda jamiyatning o'qituvchilik kasbiga nisbatan qo'yayotgan talablari kun sayin ortib bormoqda va bu talablarni amalda to'g'ri tashkil qilish vazifasi o'qituvchiga bog'liq. O'qituvchi eng avvalo sinfdagi tarbiyaviy jarayonning tashkilotchisi hisoblanadi. O'qituvchi tarbiyachi sifatida quyidagi talablarni bilishi kerak. Kasbiy bilimlarni puxta bilishi bilan birga turli bilimlardan xabardor bo'lishi, pedagogika, psixologiya, maktab gigiyenasi, o'z kasbiga oid bilimlarni mukammal bilishi, o'z kasbi bo'yicha jahon fanida erishilayotgan yutuqlar, tarbiya texnologiyasi va yangiliklardan xabardor bo'lishi, ta'lim-tarbiya metodikasidan ko'nikma va malakalarni oshirib borishi, o'z kasbiga ijodiy yondashish, pedagogik texnika va pedagogik taktga ega bo'lishi, o'z bilimi va pedagogik mahoratini doimiy ravishda oshirib borishi. O'qituvchining kasbiy mahorati, mazmun va mohiyati bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, pedagog olim Komil Zaripov o'qituvchining kasbiy mahorati, mazmun va mohiyatini ilg'or o'qituvchi, ijodkor o'qituvchi hamda novotar o'qituvchi timsolida asoslaydi. Bunda ilg'or o'qituvchi avvalo boshqa o'qituvchilarga qaraganda o'z ishiga mas'uliyat bilan qaraydi. Shu sohadagi ijobiy tajribalarni o'rganib, o'z darslarida, ta'lim muassasasidan va guruhdan tashqari tarbiyaviy tadbirlar qo'llaydi. Ijodkor o'qituvchi bor manbalarga tanqidiy ko'z bilan qaraydi. Ko'p hollarda mavjud metodik yo'l-yo'riqlarga o'z munosabatini bildirib, sharoit va vaziyat taqozosiga, o'zining imkoniyatlariga qarab mavjud tadbirlardan farqli zamonaviy metodik usullardan foydalanadi. Novotar o'qituvchi esa o'zining yaxlit pedagogik vosita va usullari mavjudligi bilan farq qilib turadi hamda bu o'qituvchilarda ilmiy tahlil, o'ziga tanqidiy ko'z bilan qaray bilish xususiyatlari ham mavjud bo'ladi. Bugungi mavzuyimizni xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan professional talablar bugungi ta'lim tizimining sifatini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Zamonaviy o'qituvchi nafaqat fanga oid chuqur bilimlarga ega bo'lishi, balki pedagogik mahorat, kommunikativ ko'nikmalar, axborot texnologiyalaridan foydalanishi qobiliyati kabi kasbiy sifatlarni ham o'zida mujassam etishi lozim hisoblanadi. Bugungi mavzuyimiz shu bilan yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.